Assalomu alaykum, hurmatli asalachilar. Mana bugun 2-iyun sanasi 2026-yil. Bugungi kunga kelib uydagi hamma arilarimda mana shu oiladan tashqari mana qolgan arilar meni arilarim emas, bitta akani arilari vaqtincha turibdi. Shu F0 karnika zingirim qoldi xolos, shu yonidagi sherigi bilan. Endi bu ari bizga asalga ishlash kerak emas. Shu yerda bir xilda ishlab tursa ham mayli. Hozir kunga kelib mana arilarning holati, tabiatda gulchan kam. Bunaqa tashqariga chiqib olib, osilib turishlar ancha ko'payib qolgan. Bu nimaga bunaqa bo'lyapti deydigan bo'lsak, hozir tabiatda gulchan kamayib qolgan, shira umuman yo'q. Bizning sharoitimizda shunaqa. Shuni hisobiga arilar ancha tuxum qo'yishi ham kamayib qolgan. Mumparda umuman cho'zmay qo'ydi. Endi hozirgi kunda qilishimiz mumkin bo'lgan ishlardan biri arilarimizni shu semichkazorlarga, makkazorlarga olib borishimiz kerak. Shunda gulchan shira yaxshi kelib tursa, arilar yaxshi rivojlanadi. Hozirgi kunda arilarni bu yoqqa olib ketib yubordik. Hozir uyda qilayotgan ishlarim haqida ozgina video olmoqchi bo'ldim. Mana bu uy meni har doimgi ustaxonam. Bu ramkalarni kecha Namangan shahardan olib keldim. 3000 so'mdan. Olib kelib, mana tepa plankasini mana qilib, mumparda tushadigan qilib, stanok yordamida kesib, mana ariqcha ochib oldim. Endi bunga mumpardani kirgizib ketilaveradi. Mumpardaning tepa qismini 1 sm qayirib, bunga yopishtirish shart emas. Shunaqa kirgizib qo'yiladi. Arilar juda ham zo'r to'qiydi. Tayyor ramkalarimiz. Bularga sim tortilsa bo'ldi. Sim tortilgan holatida bu yoqqa olib ketamizda mumpardasini o'sha tarafga yopishtirilaveradi. Mumparda ramkani qoqishda mana undan foydalanyapman. Buni tokka ulanadi. Tokka ulangandan keyin bunga mana bunaqangi uchlik mixdan ketadi, 3 santimetrlik. Haligi bolg'achada bitta-bittalab qoqib o'tirmasdan bunda juda ham tez bo'ladi, sifatli bo'ladi. Ishingiz juda ham oson bitadi. Bundan olsangiz juda ham zo'r samara beradi. Kecha Namangan shaharda birorta do'konda mumparda topilmadi. Hozir mumparda sezoni bo'lib qoldi shekilli. Umuman hech qaysi do'konda mumparda yo'q ekan. Hammasi sotilib ketib qolibdi. Har kuni ertalabda kechqurun chiqayotgan mumpardalar ertalabda sotilib ketib qolyapti ekan. Endi bizdan ozgina zaxira bor, endi yana kerak bo'lib qolsa keyinroq olaveramiz. Shunaqa gaplar. Endi bu ramkalarni olib ketamiz. Bundan tashqari mumparda yopishtirishda mana bu narsadan foydalanishni boshladim bu yildan. Bu narsani tokka ulanadi. Mana tokka ulaydigan bo'lsak, bunda 12 voltli tokkni o'tkazib beradi. Manaqa narsasi bor. Bu ikkalasini o'sha tayyor sim tortilgan ramkaga mumpardani ustiga qo'yiladi-da, keyin o'sha simiga tekkizilsa, simdan tok o'tib juda ham yaxshi sifatli bo'lib yopishadi mumpardalar. Mana oldinroq tayyorlab qo'ygan mumpardam mana ozgina ichiga kirib qoladi, juda ham zo'r bo'ladi, ideal chiqadi mana. Shunaqa qilib shunaqa ishlar bilan bandmizda. Xo'p, hurmatli asalachilar, keyin yana bitta narsa haqida aytib o'tmoqchi edim. Hozirgi kunda haligi ko'pchilikda bitta muammo paydo bo'ldi. Men o'zim ham ko'pchilikda arisini kuzatganimda o'sha bu yilgi yangi qabul qildirilgan oilalarda, yangi tashkil qilingan oilalarda ham g'umbak cho'zish holatlari kuzatilyapti. Masalan, yangi ona qabul qildirildi, ishlayapti, lekin u g'umbak cho'zyapti. Nima uchun g'umbak cho'zishi mumkin yangi ona? Uchun yangi-ku degan savol paydo bo'lyapti ko'pchilikda. Endi buni sababini qidirib ko'radigan bo'lsak, uni
2-3 ta sabablari bor. Balki ko'proq bo'lishi mumkin. Bizdan katta arichilar agar biladigan arichilar bo'lsa, bir kommentariyaga yozinglar. G'umbak cho'zish holati bo'lyapti. Masalan, 2-3 tadan g'umbak cho'zib qo'yyapti-da, u ko'pchilik arichilar keyin u g'umbaklarni qirib qo'yyapti. Endi bu nimadan bo'lishi mumkin? Endi men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda, agar ona arilar g'umbagini yetishtirishda sifatli g'umbak bo'lmasa, sutga to'ymay qolgan bo'lsa, keyin bir yaxshi erkak bilan uchmagan bo'lsa, shu holatda bir qandaydir bir genetik kasalligi bo'ladigan bo'lsa, shu onasidan o'tgan, shu holatlarda arilar masalan biz o'sha siz qabul qildirgan oila yirik bo'lishi mumkin, baquvvat tuxum qo'yib turgan bo'lishi mumkin, lekin uni asl holatini o'sha arilarni o'zlari juda yaxshi biladi. O'shaning uchun ular hali vaqt ertaligida, hali qishga kirib qish boshlanmasidan oldin o'sha onani yangilab keyingi yilga harakat qilishni boshlashadi. Shuning uchun u onani almashtirishga harakat qilishadi. Sizdagi yangi ona g'umbak cho'zyaptimi? Demak, unda qandaydir muammo bor o'sha onada. Siz uni yo boshqa oilaga qo'shib yuborishingiz mumkin, yo boshqa ona bilan agar zapas onangiz bo'lsa, almashtirishingiz mumkin. Agar masalan ko'pchilik biladi, masalan O'zbekistondan o'sha Rossiya hududlariga, boshqa davlatlarga juda ham ko'p sonli paketlar sotilardi. Bundan bir 5 yil, 10 yil oldin juda ham yaxshi paket savdosi bo'lardi. Hozirgi kunga kelib paketlarimiz uncha yaxshi u taraflarga tortmay qoldi. Ko'proq olmay qo'yishdi desa ham bo'laveradi. Bunga sabab ham shu sifatli paketlar yetib bormaganda u taraflarga. Ko'pchilik paketchilar paket sotadi, o'sha davrlarda paket sotib, o'sha yaxshi sifatli g'umbak qo'ymasdan unga o'zidan chiqarib, bir hashak zotlarni jo'natib, haligi faqat paketimni sotib olsam bo'ldi, ertasini o'ylamasdan ish qilgan arichilar ko'p bo'lganda, shuni hisobiga bizning paketlarimiz bu taraflarda talab pasayib ketdi paketlarimizga. Masalan, arizoringizda 100 ta ari bo'ladigan bo'lsa, 100 tadan masalan bahorda 100 tasini yangiladingiz, onasini ona arilar ishlayapti. Har bir asal aricha 100 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi? Doimiy seleksiya ishlarini olib borish kerak. Bu degani 10 ta, masalan 100 ta aringiz ishlayapti deylik, shundan har bir oilani alohida razvedka qilib turish kerak asalarichilar. Qaysi ari yaxshi tuxum qo'yyapti, qaysi ona ari yaxshi asal yig'yapti, qaysi ona ari haligi ichkarilari g'umbak cho'zib boryapti, uni almashtirishga harakat qilishyapti. Shunaqa ma'lumotlarni to'plab, yaxshi ishlamayotgan onalarni, masalan asal sezonida ham bilinib qoladi ko'p onalarni kuchi. Asalari oilasidagi asosiy narsa bu ona arining kuchliligi. Agar ona aringiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, siz doim yutasiz. Asalni ko'p olasiz, kerak bo'lsa yaxshi paket sotasiz. Agar biz o'sha seleksiyani qilib bormaydigan bo'lsak, bizda natija pasayib ketaveradi. Agar doimiy seleksiya qilib, yaxshi ishlamagan onalarni yo'qotib, unga yangi baquvvat onalarni qo'yib, doimiy shu ishlarni olib boradigan bo'lsak, bizni arichiligimiz ham, masalan O'zbekiston asal arichiligi ham bir o'sha rivojlangan Germaniya, Yevropa davlatlariga o'xshab rivojlanib ketishi mumkin. Chunki hammada sifatli ona bo'ladigan bo'lsa, o'sha sifatli oilalardan chiqqan erkak arilar bilan sizni bahordagi g'umbaklaringiz chiqqan yangi ona arilaringiz urchiydi. Sizda o'sha zotdor ona arilar har yili yetishadi. Siz yaxshi asal olasiz. Siz masalan zo'r qilib, sifatli qilib g'umbakni chiqardingiz ham deylik, siz aringiz osmonda erkin urchiydi. Unaqa haligi himoyalangan hududda urchimaydi. Siz arizoringizda zotdor ari bo'lgani bilan, ana qo'shningizni arizorida bir sifatsiz, yaxshi asal yig'maydigan erkak arili oila bor. O'sha oilaning erkagi bilan urchib qolsa mabodo, sizni bu yoqdagi sifatli faloncha dollarga olgan onangizning qizi bo'lsa ham, u yaxshi natija bermasligi mumkin. Shuning uchun biz haligi butun davlat miqyosida o'sha seleksiya ishlarini doimiy olib borishimiz kerak. Shunda natijalarimiz yuqori bo'ladi. Shunaqa gaplar.
o'tgan safar bir 10-15 kun oldin bir video qo'yganimda bir 50-60 ta ona arim bor edi. Ortiqcha urchigan ona arilar, o'shanda ko'p ona arilar sotilib ketdi bir kun 2 kunda. O'shandan keyingi chiqqan g'umbaklardan yetilgan ona arilar ham hozir tayyor bo'lib qoldi. Bir 100 tacha urchigan matka bor. Kimgadir kerak bo'lsa, agar zarurati bo'ladigan bo'lsa, hozir bir o'sha 100 tadan bir 70-80 tasi sotiladi. Hozir menda bori bir 25-30 dona saskatras zotli aridan bor, qolgani karnika zinger. Bu saskatrasni ko'pchilik hali bilmasa ham kerak, bilganlar, ishlatib ko'rganlar o'zi biladi. Bu saskatras issiq iqlimga chidamli qilib seleksiya qilingan Kanada davlatida ligustika zoti bilan karnikani charchishtirib bir-biriga uzoq yil davomida o'shandan o'sha saskatras zoti kelib chiqqan. Bu ari issiq iqlim sharoitlarida ham yaxshi natija ko'rsatadi. Shu issiq iqlim uchun alohida seleksiya qilingan ari hisoblanadi. Zingerimizni oldin ham ko'rsatib o'tganman. Ko'pchilik ancha asalarichilar o'z zinger haqida bilib qoldi. Yaxshi natija ko'rsatyapti. Shu ikkala zotdan bor. Hurmatli asalarichilar, yana bir narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana kecha yaqinda Toshkentlik Temur akadan asalarichi Sloveniya davlatidan keltirilgan karnikadan F0 onadan sotib oldik. Mana Erik Kapun degan asalarichini o'sha zotidan mana karnika Kapun. Bu matkamiz mana keyingi yilga g'umbak chiqarish uchun olindi. Mana tuxumga kirib qoldi. Endi bitta ikkita tuxum qo'yapti. Hali rostmana tuxumga kirib ketgani yo'q. Endi bitta ikkita boshladi. Endi keyingi yilga shu matkadan ham bir chiqarib sinab ko'ramiz. Bundan o'tgan yil ishlatib ko'rganlar bu matka Erik Kapunni karnikasi o'tgan yildan boshlab O'zbekistonga kirib kelishni boshladi. Ari juda ham haligi tinch, yaxshi asal yig'ar ekan. O'shanga qiziqib biz ham shu aridan sotib oldik. Mana bundan tashqari bizda mana karnika zinger bor. Saskatras bor. Hozir saskatras arimizni ko'rsatib o'taman. Mana oxirigacha tuxum qo'yib qo'yibdi. Mana saskatras zotli o'sha bakfasga o'xshab ketadi, chunki buni ham kelib chiqishi o'sha italyankaga borib taqaladi. Shuning uchun bu ham sariq. Sal karnikaga o'xshab ketadigan bundan rangi boshqacharoqlari ham bor. Ikki xil chiqyapti. Bu ham yaxshi zot. Mana endi karnika zingerdan ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana karnika zinger ona asalarimiz mana shu holatda juda ham yirik. Tuxum qo'yishi yaxshi, asal yig'ishi juda ham yaxshi. Shunaqa gaplar asalarichilar. Video kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishlarini so'raymiz. Matkalar kimgadir kerak bo'lsa, manzil Namangan viloyati Norin tumani. Telefon raqam 99lik 934 28 15.